Ibodat deganda siz bilan biz albatta namoz, roza, zakot, haj tushunamiz. Albatta bular ibodatning ulug'lari. Va ming afsus bo'lsinki, ibodat deganda faqat shuninglar tushunib qo'yganmiz. Birodarlar, mana kechagi suhbatda ham aytib o'tgan bo'ldik. Musulmon odamda ibodat bo'lmagan hayotida lahzasi bo'lmaydi. Namoz ibodat, roza, zakot ibodat, haji. Birodarlar, yotib uxlashligi ibodat musulmonda. O'tirib dam olishligi ibodat. Suv ichishligi ibodat. Bolasini erkalatib bag'riga bosishligi ibodat. Musulmon odamda ibodat bo'lmagan hayotning lahzasi yo'q. Va biz u ahadikum sadaqada Rasululloh. Hatto ayollarga yaqinlik qilishligilar sadaqa sizlar uchun ibodat dedi. Ya Rasululloh, bu o'zimizni shahvatimizni qondirish shunga borsak, shu ham ibodatmi deganda, xuddi mana shu shahvatini haromga olib borishib qo'yishligi ham mumkinmi dedi Rasululloh. Ha dedi, Allohdan qo'rqib halolga bordimi? Demak, ibodat dedi. Musulmon odam uxlar ekan, niyat qanaqa? Kuch-quvvat to'plasa, yaxshi dam olsa, turib bomdodda o'qisa. Demak, niyati to'g'ri bo'lgani uchun odatda qilayotgan ibodati nima bo'ladi? Amallar ibodatga aylanadi. Musulmondan ovqat yeydi. Ovqat yeyishdan maqsadi nima? Quvvatlantirsa, o'zini Alloh yo'lida toatga, ibodatga sarflaydi bu kishini. Demak, ovqat yeyish ibodat. Musulmonda uyg'oq bo'lgani yaxshi. Zikr aytadi, tasbih aytadi, uxlasa ham ibodat ekan. Endi kofirda uxlagani yaxshi. Chunki uxlamagan paytda gunoh ma'siyat qiladi, uxlaganda tiyiladi, lekin uyqusi ham gunoh buni. Chunki uxlaganda to'plagan kuch-quvvatini gunohga sarflaydimi? Demak, buni yurishligi ham, uxlashligi ham, turishligi ham gunoh bo'ladi. Ibodat degani. Bu juda keng ma'noni o'z ichiga oladigan kalima. Ibodat bu Alloh taolo rozi qiladigan so'z, amal, niyat, e'tiqod hammasi ibodatga kiradi. Avvalambor musulmon odamni qilgan amalini Alloh taolo qabul qilishligining ikkita sharti bor deydi ulamolar. Birinchisi, shu qilayotgan ishidan faqat Allohning roziligini ko'zlagan bo'lish kerak. Nima ish qilishidan qat'iy nazar Allohning roziligi birinchi o'rinda turishi kerak, boshqa niyatni surish kerak. Bu ixlos.